Bitta ayol shu o'qimishli bo'lib ketganda endi eriga aytibdi-yu, men sizni bolangizni emizish shart emas ekan, kirlaringizni yuvishim shart emas ekan, uyingizni supurishim shart emas ekan, keyin mana bu nima ovqatingizni qilishim shart emas ekan, bu shariatda debdi. Ayol haqiqatdan ham shunday degan ekan, qarab tursa hali sanab ketibdi, ilmli bo'lib ketibdi-da hali. Keyin erkak aytibdi, to'g'ri aytasiz debdi. To'g'ri aytasiz. Men ham shariatda bitta ayol bilan sabr qilib yashashim shart emas ekan. 2 ta, 3 ta, 4 tagacha olsam bo'lar ekan desa, ayol aytar ekan, hazilni ham tushunmaysa dadasi. Ko'rdingizmi? Xo'p. Uyqunglarni ochib qo'yaylik deyapmiz-da. 2 soat o'tirgandan keyin o'zi kirmay qoladi-da.